payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Thalathun lazimatun li ummati." 3 narsa bor, ummatim bundan ajralib turmaydi. Ya'ni ajrolmaydi bu. Har doim unga sherik bo'lib turadi. At-tiyara, shumlanish. Ikkinchisi val hasad. Hasad va su'uzon, yomon gumon. Bu holatni cheklab bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vasiyatlari. Shumlanish bormi? Bor. Hali odamlar orasida har kun aytamiz, internet tarmoqlarida hamma joyda aytamiz. 13-raqam shubhali. Shanba kuni muammoli. Kechqurunga supurib bo'lmaydi. Supurgini tikka qo'yib bo'lmaydi. Oyoq bilan qo'lni tirnog'ini bir kunda olib bo'lmaydi. Shumlanish bu. Buni chillasi bunga tushar ekan, ikkita nikohni bitta vaqtda o'qib bo'lmaskan. Chaqaloqni chillasi chiqquncha u xonadonda to'y qilib bo'lmaskan. Shumlanish bor. Xalq orasida, jamiyat orasida har xil narsalar bor. Shunaqangi savollar keladiki, uni bir-biriga ulab bo'lmaydi. Qayerdan chiqqanligini topib bo'lmaydi hatto. Shunaqangi shumlanish bor. Ikkinchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, hasad bor. Yomon gumon bor. 3 ta odat bor. Jamiyat, ya'ni bundan ajrala olmaydi. Xo'p, ajrala olmas ekan, nima qilsin? Buni yo'lini Rasululloh hadisda tushuntiryaptilar. Qachonki inson hasad qilsa, Alloh taologa istig'for aytsin. Yomon hasad qilyapti. Uni ko'ra olmayapti. Bu mashinasi yo'q, boshqa birodar bir mashina oldi. Buni uyi yo'q, bu imorat qurdi. Buni ishi yurishmayapti, buni ishi yurishyapti. Uni qalbida yo'q joydan qaysidir hasad paydo bo'lyapti. Nima qilsin? Istig'for aytsin. Astagfirulloh atubu ilayhi aytsin. Hasadi ketadi, hasadi so'nadi. Ikkinchi, Alloh taoloni fazilati ila agar yomon gumonda bo'lsa, uni tasdiqlamasin. Qachonki bir narsadan shumlansa, unga e'tibor ham bermasin, parvo ham qilmasin. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'lini ham aytayaptilar. Hasad qilsa istig'for aytsin. Yomon gumonda bo'lsa, uni tasdiqlamasin. Yomon, ha shunaqa ekan, bu falon ekan demasin. E'tiborsiz qoldirsin. Tasdiqlamasin. Yaxshi gumonda bo'lsin. Gumonini to'g'ri va yaxshi bo'lishlikka harakat qilsin. Shumlanish holatlari keladigan bo'lsa, unga parvo qilmasin. Bir odamni yo'lidan bir mushuk o'tsa, birodar yil chetida to'xtab boshqa birovni o'tkazib keyin o'zi o'tadi. E'tibor bermang, yo'l jamiyatniki, bitta hayvon ham o'tibdi-da endi. Nima bo'libdi shunda? Kechqurun supursa nima bo'libdi? Kechqurun supursa qaytanga yaxshi-ku. Bemalolroq bo'ladi, tozaroq bo'ladi, inson xotirjamroq bo'ladi. Tozalagandan keyin mabodo uni ustidan yursa yoki o'sha joyda yotsa, jinlar, shaytonlar kelmaydi. Qaytanga yaxshi. Tozalikning hech qanaqangi vaqti yo'q, kuni yo'q, seshanba yu shanbasi yo'q, hech qanaqangi holat yo'q. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Yoki bugungi kunlarda to'yda yomg'ir yog'sa, u tirnog'ini falon olsa, ta'ziya bilan marosim, janoza bir kunda to'g'ri keladi. Birodar, unaqa narsalar yo'q. Nima bor? Alloh taoloning taqdiroti bor. Taqdirotimizda nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'lishligi aniq. U narsani hech narsa qaytarib bera olmaydi. Qaytartira olmaydi uni. Lekin bitta narsa qaytara oladi. Duo. Duo qaytara oladi. Duo qiling. Alloh yaxshilik bersin. Duo qiling, yaxshi gumonda bo'ling. Duo qiling, Alloh taolo sizga fazilat bersin.